Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib chiqqan joyimiz ko'rib turganlaringizning shu domlarimizda bo'ladi. Bu yerni manzili nerda desangizda, bu yerimiz yine ko'rib turganlaringizning Urdu universiteti bo'ladi. Darital Urdu universitetining yonida bo'ladi. Sudlik bilan sotib chiqdi. Esa joyimizni ko'rib chiqamiz hurmatli yurtdoshlar. Kirpishning dom bo'ladi. Sotib chiqqan joyimiz shu xonadonimiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb xonadonimizga giramiz. Girganimizda oyoq telarimiz laminat pol bo'ladi. Joyimiz shpakolovkadan chiqib aboya tayyor bo'lib turibdi. Ko'rib turganlaringizni oppoq bo'lib turibdi. Manziline keladigan bo'lsak, Kamushkamburkanda bo'ladi. Urdu universiteti yaqin bo'ladi. Bir xonali bo'ladi, kvadrati ikki xona bilan teng. Kvadratini ekranda yozib qoldiramiz. Bu xonamizni ko'rib turganlaringizning kattaligini qarang, keng tushgan, oyoq telarine laminat pollar qilingan, ikki akvayna qo'yilgan ekan. Joyimiz ko'rib turganlaringizning remontdan chiqib turibdi. Faqatgina bir dona aboy yoki fon o'zingiz didlaringizga qarab remont etib beraverasizlar deb shuni aytib tarat qo'ydi ekanlar. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Dim ko'p odam mendan so'radi. Bir xonali kvadrati katta bo'lsin, 52 kvadrat bo'lsin dedi. Yine sizlarga bir xonali ulli kvadratda tushgan joyimiz. Narx ham cho'tki narxdan. Manzili Urdu universiteti yonida bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Urdu yonida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, keng katta tushgan, baland ekan, baland berimiz sanuzil ham bo'ladi. Sanuzil ulli tushgan ko'rib turganlaringizning. Vana tualet qo'yib beriladi. Berimiz kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnidan bemalol o'tirib choy ichib ovqatlansa bo'ladi. Katta tushtirdi. Bir dona kuxnyami ber, gaz plita qo'yib berasizlar, zo'r bo'ladi. Balkoni bor. Hurmatli yurtdoshlar, bir xonali joyimiz katta tushgan keyin narxini keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, narxini ekranda yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunday joy so'rab birgan tanishlarga tashakkur qo'yamiz. Kirpishni dom bo'ladi.